Hozir shunchalik qo'rqib turibdi, sababi vaziyati juda yomon-da. Birlashgan Arab Amirliklarining vaziyati yomon. Hozir hammani og'zida bitta gap, shu ertaga Duranga ham rozi emasmiz. Biz hozir o'zimizni noto'g'ri nastroy bilan to'ydirib qo'yganmiz-ku, durang ham qoniqtiradi degan narsa. Shu noto'g'ri. Birlashgan Arab Amirliklari bilan bizda hozirgi Birlashgan Arab Amirliklari bilan biz g'alaba uchun o'ynaymiz. To'g'ri. Birlashgan Arab Amirliklari podkastini ko'rdim. O'sha arabcha podkast bo'ldi. O'shanda 1% imkoniyatimiz bor, kurashishimizga o'zlari 1% deb turibdi-da. Xo'sh, bugun ko'pchilikning e'tibor markazida bo'layotgan bahsli bir mavzuni boshlamoqchimiz. Ya'ni Jahon chempionati saralashining O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi bahs borasida. Xo'sh, o'zaro uchrashuvdagi ustunlik kim tomonda? Xabaringiz bor, 5-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoamiz Jahon chempionatining saralash guruh bosqichida Birlashgan Arab Amirliklari bilan kuch sinashadi. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tishimiz joiz, bo'lajak uchrashuvdagi bir ochko ham bizni orzuyimiz ro'yobga chiqishini ta'minlab beradi. Xo'sh, ikki jamoa o'rtasidagi o'zaro statistikalarda ustunlik kim tomonda? Ikki jamoa shu kungacha o'zaro umumiy hisobda 18 bora to'qnash kelgan. 9 ta uchrashuvda raqiblarimizning qo'li baland kelgan bo'lsa, 5 ta bellashuvda vakillarimiz muvaffaqiyatga erishgan. 4 ta to'qnashuv esa durang natija bilan yakunlangan. Terma jamoamiz ushbu bahslar davomida umumiy 20 ta gol urib, 25 bora o'z darvozasidan to'p olib chiqqan. Agarda faqatgina Jahon chempionati saralashlaridagi o'yinlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ustunlik yana bir bor raqiblarimiz tomonda. Bitta o'yinda g'alaba qozonib, 3 ta uchrashuvda mag'lub bo'lgan holda bir bora durang o'ynaganmiz. Xo'sh, eng yirik g'alabamiz qachon bo'lgan? O'zbekiston milliy terma jamoamiz 2014-yil 14-oktyabr kuni 4-0 hisobida Birlashgan Arab Amirliklarini yer tishlatgan. Eng yirik mag'lubiyatchi? Eng yirik mag'lubiyat 2001-yil 17-avgust kuni ro'y bergan. Ushbu bellashuvda jamoamiz 4-1 hisobida imkoniyatni boy bergan edi. Jahon chempionati 2026 saralashlari doirasida futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati 2026 3-saralashi 4-turida Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bahs olib borganda, o'tgan 2024-yil 15-oktyabrdagi bu bahsda uchrashuvning shiddatli o'tgan birinchi bo'limi 0-0 hisobi bilan yakunlanganda, ikkinchi bo'limda esa Birlashgan Arab Amirliklari bir kishi kam bo'lib qolgan. 65-daqiqada Abdulla Hamad qizil kartochka olib maydonni tark etganda, 73-daqiqada esa o'zbekistonliklar penalti ishlab olgan. 76-daqiqada ushbu penaltini Otabek Shukurov aniq amalga oshirib, hisobni ochishga muvaffaq bo'lgan. Qolgan daqiqalarda darvozalar ishg'ol etilmagan va O'zbekiston shu bilan kichik hisobda g'alaba qozongandi. 5-iyun kuni bo'ladigan bahs uchun O'zbekiston milliy terma jamoamiz Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi uchrashuv bo'lib o'tadigan Abu Dabi shahriga yetib keldi. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston o'yini oldidan jamoalar rasmiylari ishtirokida uchrashuv ham bo'lib o'tdi. Vakillarimiz mazkur bahsda to'liq ko'k libosda, darvozabonimiz esa yashil libosda harakat qilishi ma'lum bo'ldi. Biz esa bo'lajak bahsda vakillarimizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Futbol ishtiyoqmandlarini esa 5-iyun kuni bo'lib o'tadigan bahslarni tomosha qilishga va yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz.